Kechira bilishlik mardlik, kechira bilmaslik nomardlik sanaladi. Amir Temur. Bugun 9-aprel o'zbek xalqining g'ururi, adolat timsoli bo'lgan buyuk sarkarda Amir Temur tavalludiga 689 yil to'ldi. Kuch birlikda degan shiorni hayotiy tamoyiliga aylantirgan sohib Qur'on bobomiz nafaqat yurtimiz tarixida, balki butun dunyo sivilizatsiyasi taraqqiyotida chuqur iz qoldirgan ilm, fan, madaniyat va adolatli boshqaruv Amir Temur davrining asosiy ustunlaridan biri bo'lgan. U yoshlarni har doim bilim olishga, jasoratli va vatanparvar bo'lishga undagan. Biz yoshlar buyuk ajdodlarimiz merosiga munosib bo'lish uchun doimo intilishda bo'lishimiz, bilimga chanqoq va tashabbuskor, sog'lom g'oyalarni ilgari suruvchi avlod bo'lishimiz kerak.